Assalomu alaykum hammaga, ya'ni kuzatuvchilarga, hammalarga xayrli kun, hammalarning kuninglar xayrli va barakatli o'tsin. Videolar chiqarmay qo'ydik, katta videolar. Ozgina sabablari bor. Xohlasa ancha video bo'lib qoldi chiqarmaganimizga. Bu ham xohlasa katta bo'lib ketdi. 2 oy bo'ldi shekilli. Qo'chqorlar kelib ketib almashib, mana shu katta qo'chqorimiz ham xohlasa 1-2 kilo so'yladi haqiqiga. Yo'da buqalarimiz xohlasa sizlarga chiroyli qilib hozir ko'rsatamiz. Ko'rsatib beraman qo'chqorlarni, buqalarni qanaqa nima bilan boqayotganimni. Xohlasa bitta siloslar bor. Adam kecha baliq tutib keldilar. Bu yoqqa baliq tushib qopti. Shurga yo'radim. Nimalar berayotganim, nimalar yeyapti bular. Xohlasa shularni ko'rsatib beramiz. Endi xohlasa manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Teylari sal loyroq bo'lib qoldi. Tega somon tashab turibman, somon quruq narsalar. Xohlasa chiroyli qilib videolarni qilib beramiz. Uni yaqinda olib keldik, katta qo'chqor. Bu qo'chqorimiz bilan bu ikkita kichkinani 5 millionga oldik. 5,5 million. Bunga 10-15 kun bo'lib qoldi. Dari kattaroq qo'chqorimiz 4,5 million, yoniga 4 million bo'lgan. Bu buqamizni ko'rganlar, bilasizlar. Bu 4 oymi bo'ldi, olib kelganmiz 23 ga. Husnudin fermasidan. Xohlasa bu ham 400 kilodan oshib qoldi bu jonivar. Yeb yotibmish-ku. Hamishki. Baliq bo'lib qo'ygan, ko'z tegmasin. Like'larni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, kommentariyada mashalloh deb yozib qo'yasizlar buqaga, ko'z tegmasin deb. Xohlasa ko'rsatamiz. Bu zagonimiz, zagona loyroq qo'yib olib turibman endi. Hozir yemlarni berib, yemlar berayotganimni ko'rsatib, keyin qo'yib yuboraman bir. Tomosha qilasizlar. Kuzatib boringlar. Xohlasa bundan ham yaxshi videolar qilishga harakat qilamiz. Og'ayning fermasida ham moli ko'payib qoldi ancha. Shularni ham bir obzor qilib beramiz, chiroyli qilib. Xohlasa yaqinda g'unajillar olib kelamiz. O'sha yerda apparatimiz turgan joyga g'unajillar. Eski shu sigir boqqanmiz, shu sigir tegmasiga xohlasa qaytib olish niyat. Shularni sotib sekin-sekin sigirdan rosa baraka topib yaxshi foyda ko'rdik. Xudo xohlasa shunga qaytmoqchimiz yana. Kuzatib borsanglar, qanaqa qilib noldan qaytib, qanaqa foyda qilganimizni, qanchalik foydaga chiqishimizni bildi, ko'rib kuzatib. Endi shu sigirlarni kuzatib borganlar o'zingizlar bilasizlar. Sigirdan yaxshi foyda qildi. Oyiga 3 milliondan har bitta sigirdan foyda qilib, bolalari shunday foyda ko'rsatib berganman. Eski videolari bor, profilga kirsanglar ko'rasizlar. Xudo xohlasa. Mana biz ketdik. Xudo xohlasa yemlarni nima berayotganini ko'rsatib beraman. Tega Xitoy apparatimiz bor. Bu Xitoy apparatda somon bor, beda bor. Shularni chiqarib dravelka qilib bitta silos olib kelamiz. Hozir donli silos, lekin aynan bosib qo'ygan silosdan olib chiqib beraman. Juda donli silos. Urilganda ham kombaynni tablikasi bo'lar ekan, o'sha yoqib turib urilganda, mashin mayda donni ham chaqib tashlaganda. Xudo xohlasa zo'r qilib tashlagan. Shuni olib chiqib beramiz misimda. Bu kepe ham ko'tarilib 85 ming, 82 ming qatladadi, 83 ming qatladadir. Bu yerda pishgan yemimiz bor, hozir ko'rsatib boramiz. Tak, yemlar tayyor. Xohlasa. Ichida bug'doy, arpa, sechka bor, pishgan. Kepega shuni aralashtiramiz. Bunda xuddi shunaqa tayyor bo'ladi. Keyin buni silosiga sepib beramiz, aralashtirib. O'liqdagi ichida kepagi bor, hammasi bor. Silos tayyor. Ichida bedasi. Siloslari hozir
solib ishlarni ham bir qator ko'rsatib beramiz. Katta qo'chqorlarimiz bu. Böyle tayyor turishibdi. O'g'atimiz deb. Yemlarni ham sochib oldik. Qo'chqorlarni yeb yotishibdi. Maza qilib. Demak, bu ikkitasiga hamga 1,5 kilolikmi shunaqada yalov. Deydi. Buqamiz ham bir 3 tami yeydi. Shunday. 3 ta yo 4 ta. Buni ko'p ham yemaydi. To'g'rimishga. To'g'ri deyim. Qo'chqorlarga bir 4 tami beramiz paka. Ikkita yengilari bor, ham yeng kelgan. Ikkita kichikroq bor, bir undan oldin kelgan. Sal kamroq berib turamiz, ozgina. Xohlasa 5 tami, 5 taga 5 ta berib, keyin yana qo'shib boramiz. Xohlasa. Bitta ishlari ko'z tegmasin. Yaxshi. Yaxshi. O'zaqib ijod. Ishga, navbat. O'ynashkisi keladimi? So'yamiz, xudo xolisa. 1-2 kunlarda kattasini. Nari katta qolay. Uni Qur'on hayitgacha xudo xolisa boqamiz. Kimga agar kerak bo'lsa, mana shu qo'chqor Qur'on hayit sotilar. Zo'rini, kattasini, quloqlari butun, yumlas, dumbali, zo'rini so'yaman deganlar. Kaminaga aloqaga chiqsanglar, shuni qurib olib sotamiz. Katta. Xudo xolisa mana shu bizga qarab turgan kichkina narsa, ulug' aka. Ko'rasizmi aka qo'chqoringizni? To'shini qarang. Kallasidan katta to'sh jonivar. O'zi kichkinagina bo'lmasa. Buni ham xudo xolisa Qur'on hayit sotamiz. Buni mana buni ham xolis sotamiz. Yani bunisi bunisi qurbonligi so'ylar. Og'aylarimiz buni. Mana ikkitasi ham sotiladi xudo xolisa qurbonligida. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar, ungacha yana xudo xolisa qilib qo'yamiz. Bu sotilmaydi lekin bu xudo xolisa keyingi kuz qishgacha turadi. Buni sotib, xudo xolisa joniga qo'shib, zotli o'rnajilla olamiz. Qochganga o'rnajilla olib, sigir temani boshlaymiz, xudo xolisa. Hozir oy boshlariga, o'rtalariga ham to'najon olib kelamiz. Sigir boshlaymiz, xudo xolisa. Onajon olib kelib, yaxshi onajon olib kelib boqib, qochirib, tug'dirib sizlar bilan kuzatib boramiz. Qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib, yaxshi kommentariy yozib qo'ysanglar bo'ldi faqat. Sekin-sekin xudo xolisa bir yalikda shotlarni molga to'ldiramiz molxonani. Xudo xolisa. Sheriklarni chiqib ketganda quturib men. Yemlarni yeb olib, mana xudo xolisa shunaqa ortib qoladi. Shuni kechgacha yeydi endi mollar. Qo'lida ham mana ortib qolgan. Ya tashqariga chiqarib yubordim. Bir yorug'da ko'ringlarchi. Katta qo'chqorim bor. Katta qo'chqorim ancha kattalar. Mushka. Mushka. Qo'llar to'ygan. Nima qilib qoldim? To'nka. Ko'stemasin, mashalloh deb yozib qo'yasizlar. Kommentariyalarga. Xudo xolisa yaxshi o'zgaryapti. Ko'stemasin. Yaxshi holatlar. Qo'chqorlar. Böyle qo'chqorlarimiz mazaq yurishibdi. Katta. Chiqib ketgani yo'q, shu yerda. Bitta o'zlariga otadi bu. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar, xohlasa.
Yana kuzatib boringlar. Bundan ham yaxshi videolar qilishga harakat qilamiz. Layklarni bosib, yaxshi kommentariyalar yozib qo'yinglar.